Biz mana şu bak mühim iş bilan bir Urumchiga kelgan, Urumchiga kelib imtihonga keladigan bir ish chiqib qoldi. Endi men qaysi imtihonni tanlayman desa, shu Sanxon tarafga mansanglar qanoat deb bir o'yinning ichida mayli rimnichilik bo'lsin, mayli Tokyo bo'lsin, mayli sirchilik bo'lsin, hamma ishni qilayotgan Mutalibjon deb bir inimiz bor. Bu inimiz bizni qo'llab bir tal mashina olgan. Men o'zim chiqibdi, qanday ahvolingiz yaxshimi, salomatligingizmi, yaxshiligingizmi? Menda chiroyli qilib oldingiz bu mashinani deyman, mapay yo'llarda paysa. Rahmat. Hamda mana shu inimiz, hamda bizni qo'llab, aka menga mashina lazım deb shu mashinani biz seppagan ishkirda mana shunday chiroyli qilib olibdi. Bir-birimizni shunda qo'llash degan bu ajoyib bir yaxshi ish ekan, to'g'rashlar. To'g'ri. Hamda bu mashina haydigan adam cho'qim biz remnitchiga ehtiyojimiz tushidi. Yoki bo'lmasa sirchiga ehtiyojimiz tushidi. Yoki bo'lmasa birata lampishkangiz yonmaydi. Cho'qim shularga ehtiyojimiz tushidi. Insonning insonga cho'qim ehtiyoji tushidi. Tushmaymiz deb kibrlik qilib ketganingmi? Vaqt kelgan chaqda ajit tushidi osh qilib. Shunga hamda mush Qur'onninki mas'uli bo'lgan mush Mutalibjon ustamdan qanday maslahatingiz bo'lsa va yoki mashinani o'ngishtinglar, nima ish bo'lsa mush Qur'onning ichida nima ishlar bor hamda bu remnitchiga oid. Bizning asosli qilgan ishimiz avtomobillar qilish, uni misol mulozimat joy almashtirish, bo'yoq, asrash, silingdingvi, ko'chak muqimda chaq almashtirish, chaq saqlash, undan sirt mashina sirlash, qo'lgan qilish, mashina o'lib ketgan mashinalar asiga ekilish, undan sirt benshon avtomat turib qilish degandek hammasi bor. Zodi mashinalar bo'lgan bizning texnikaning hammasi bor. To'pliq mashinalarni o'xshaymiz. Har qanday ishlar paskanlar bo'ldi. Mana o'zinglar angladinglar. Bizning cho'qim bularga ajdimiz tushdi. Anandan keyin shu qanoat degan Qur'onning ichiga kirsanglar, har qanday tumi tasakka oid, avtomobilga oid hamma ish bor ekan. Kirsanglar inimiz mana Ablatjon deb aksi bor. Bak hurmatimiz bor. O'zimiz bak kirishgan, bak nochi. Bu inisimi ajoyib nochi ekan. Hamda biz ichkirda burun ko'mgan bu hamda balkim ko'rgan bo'lsaqmi hamda bashida mashinamizni aklatamiz. To'g'ri. Bir Nissan mashinam bordi. Yozliq mashinam bordi shu vaqtda. O'la akilatim. Shunga shu inimiz hamda bizni qo'llab shunda mashina olib kelgan. Men bir qo'llab hamda shunda remnitga ehtiyoji bor do'stlar. O'dil kelsa qulaylik bo'lsin deb shu videoni tortib turibman. Ko'plab taqib shunda qilib qo'ygan bo'lsanglar. Davomli tillayotgan sat gaplar bilan bir-birini to'rda tillashayotganlarga men shunda yurakni berib ko'plab taqib qo'ysanglar, nurg'un do'stlarimiz foydalanib qoldi degan gap. Rahmat qo'llayotgan hammanglarga. Sizga rahmat ukam. Sizga rahmat. To'rdagi sifatlar uni buni ishlamay, haqiqiy sifat mana. Yurakdan so'qidi ekan. İşençilik mashinasini bo'ldi. Mana aldim men chay to'qib qo'ydik. Haydatimiz normal chiqyapti. Rahmat. Hamda mashinamiz bilan birin ko'rashgan bo'lsaqmi, aka menga mashina lozim degan bo'ldi. Oldida bir mashina degan bo'ldik. Oxir izlab mashinani sepadik. Hamda mashina qanday chiqdi? Hamda haydayapsiz mana o'zim degandek chiqdimi? Mashina degandek katta joyda haydaman, go'g'izlik qilib, bajosi diqqatda. Bir chiroyli qilyapsiz buni. Joy chiqdi aka. Sizga rahmat. Yo'q. Sizga rahmat. Shunda bir-birimizni qo'llashaylik to'rdashlar. Ham sat gapni amal bo'z qilishmayli. Endi azroq mendarax gapni qilsam, balam ugunib oldigan bo'ldi men. Menda sat gapni qilmayman men. Lekin men kichik yosh o'smirlarni o'ylab qo'yli. Har kishi bo'lganda ekan oldiga berib deyishinglar nima gap bo'lsa, to'rda menda to'lqotindek qot qilavermay. To'rni hamma butun dunyo ko'rgan narsa, men to'rni ota-onamiz ko'rdi, bolalarimiz ko'rdi, yaxshi o'ynayli motorni. Butun nachar ish bo'lsa, bu to'rga chiqmaydi do'stlar. Birsimizning bir ishdan jitilib ketgan bo'lsa, opirib uni jitib o'tishimiz kerakmi? Ya to'xta do'stim, men ishdan jitilib qopti deb chapinimizni bir yo'gab, men kayning echilib qopti deb biz aning aypini yapaligan har kishi bo'ladi. Bir-birimizningki nachar ishlarni bu yerda ko'chilab echilib qolgan, ya'ni texim açsaq bu yaxshi emas deb o'ylayman. Xato bo'lsa, xato yerini chiqarib o'tib, to'g'ri yerini qabul qilgaysizlar. Rahmat.